To'lari 4.5 kilogacha bo'ladigan, xorozlari 5-6 kilogacha bo'ladigan va yiliga 2 dan 250 taga chiqib qo'yadigan Jersey Gigant zotining jo'jalaridan bor. Jo'jalarimiz bir haftalik vaksinasi qilingan bo'ladi. Vaksina qilingan videolarni ham qo'yib ketamiz. Sog'lom tetik jo'jalar ko'rishingiz mumkin. 200 tadan oshiq jo'jamiz bor. Jo'jalar narxi bir haftalik vaksina qilinganlari 40 mingdan bo'ladi. Chiroyli qilib joylab jo'natib beramiz. O'zbekiston bo'ylab, Qozog'iston, Qirg'iziston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Undan qarorlarga chiroyli qilib joylab jo'natib beramiz. Jo'jalar hammasi tetik, sog'lom. Mana hozir tuxum berib qo'yganmiz. Tuxum yeyotgan jo'jalarimiz. Jo'jalarning ota-onasini ham qo'yib ketamiz. Juda bir polvon narsani bolalari kelgan. Jersey Gigant zoti. Undan tashqari bu yoqda Avstralop zoti ham bor. To'g'lari 3,5-4 kilogacha bo'ladigan, xorozlari 5 kilogacha bo'ladigan va yiliga 260 dan 280 taga tuxum qo'yadigan ser tuxum zot. Bularning ham jo'jalari bir haftalik vaksina qilingan bo'ladi. Narxi 45 mingdan. Bularga juda ko'p emas, 40 taga yaqin jo'ja bor. Bemalol aloqaga chiqsanglar, chiroyli qilib joylab jo'natib beramiz. Bularni ham yoki kelib o'zingizlar ko'rib olib ketsanglar ham bo'ladi. Jo'jalar bunaqa yemlarga ham o't qo'ygan, start yemlarini yeyishni boshlagan jo'jalarimiz, sog'lom, tetik, hammasi aktiv jo'jalar. Bularni ham ota-onasini qo'yib ketamiz. Juda bir chiroyli narsani bolalari. Avstralop jo'jalaridan 40 taga yaqin bor va Jersey Gigant jo'jalaridan 200 tadan oshiq bor. Narxi bir haftalik vaksina qilingani 40 mingdan. Jersey Gigant jo'jalari bir haftalik vaksina qilingan, Avstralop jo'jalari 45 mingdan bo'lyapti. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Bemalol ekranda nomerlarga telefon qilsanglar bo'ladi. Telegram, WhatsAppdan yoki Instagram direktga yozsanglar bo'ladi. Shoshilib qolinglar.